For Group YouTube'da o'z rasmiy sahifasini ochdi. Bu sahifamizda biz barcha mahsulotlarimiz va ularning narxlari haqida ma'lumot berib boramiz. Yangiliklarni yo'qotib qo'ymaslik maqsadida bizga obuna bo'ling va qo'llab-quvvatlash maqsadida bizga like tugmasini bosib qo'ying. Bugungi obzorimiz aynan ekskavatorlar haqida bo'ladi. Birinchi modelimizda W10 qizil variantimiz bo'ladi. Motor 192 Porsche, 14 ot kuchiga ega, rachogining uzunligi 1,5 metr, 120 chuqurligigacha bemalol qazib bera oladi. Aynan qizil variantimizda 55 million so'm turadi. Keyingi modelga o'tadigan bo'lsak, bu ham xuddi shu W10 faqat yashil varianti. Motor Porsche'ning ot kuchi, rachogi bir xil diametrga ega, faqat bitta funksiyasi bor buni. Rachogini o'ngga chapga bemalol qayirsangiz bo'ladi. Bu ekskavatorning narxi 58 million so'm. Keyingi modelga o'tadigan bo'lsak, Foro brendidan aynan W10 sariq variantimiz. Motor Porsche 195 bo'ladi, 16 ot kuchiga ega. Rachogining uzunligi 1,5 metr, 120 gacha bemalol qazib bera oladi. Aynan bu ekskavatorimizdan 58 million qilib beramiz. Keyingi modelimiz W10S modelimiz bo'ladi. Farqi qolganlar bilan bir xil bo'lgani bilan funksiyasi o'zgacha. Ya'ni qanaqa? Gushinsasi ochilib yopiladi, richagi o'ngga chapga qayrish xususiyatiga ega. Narxiga keladigan bo'lsa 63 million so'm qilib beramiz. Keyingi modelimiz W15 modelimiz bo'ladi. Qolganlardan ancha katta va komfortga ega. W15 funksiyalar S bilan bir xil bo'ladi, faqat 2 porshli radiator bilan jihozlangan. Rachogining uzunligi 2 metr, 180 metrgacha bemalol qazib bera oladi. Narxi 88 million so'm. Barcha mahsulotlarimiz uchun 1 yil kafolat muddati. YouTube, Instagram orqali telefon qilsangiz, butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish bepul. Yangiliklarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'ling. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosing, unutmang. For Group yuqori samaradorlik uchun yordamchi. Rahmat.